Isuzu traylerga navbatdagi Volvo EW60 Pro chinakam mировой brend ortildi. Sababi andijonlik obunachimizga bu Volvo'miz sotildi. O'tgan hafta sahifamizga to'liq obzorni joylagandim. Mana texnikani zo'r egalariga muborak bo'lsin. Kelishilgan holatda o'zimizda ishlab chiqariladigan transheyni planirovочный kovshlar qo'shib berdik. Qarang, 360 gradus adapterlar, qaychlari, strelasi, radmi, butun karyerni balonlarda taglarni qarang, jangillaganidan mana. Buni olgan kishilar juda kuchli tajribali ekskavatorchi obunachilarimizdan. Kamera ham ikkitadan, kapotda bor, tomida bor, qarang. Xudo xolasa buyurib nassin, faqat yaxshilikka ishlatsin. Bunaqa texnikaning saralari Qodirxon ekskavator markazi sahifalarida ko'rsangiz bo'ladi. Mana navbatdagi Volvo'ni ko'rishyapti. Mana bu yerda furaga ham bitta Volvo ortilgan. Kimga qiziq bo'lsa, video pastdagi telefon raqamlariga murojaat qiling. Yaxshi tomoni, bularni deyarli barcha butlovchi qismlari Qodirxon ekskavator markazi O'zbekiston bo'ylab filial do'konlarida sotuvda bor. Manzilingizgacha qisqa muddat ichida yetkazib beramiz butlovchilarni. Havas qilganlar, niyat qilganlar like bosib qo'ying. Shunaqa yangiliklarni o'tkazib bormaslik uchun bizni sahifalarga obuna bo'ling va barchangizni O'zbekistondagi eng yirik ekskavator bozorida kutib qolamiz. Mana bunaqa qilib haydab, tekshirib, to'g'ri kelsa pulni sanasangiz bo'ladi. Like, podpiska esdan chiqmasin, bizni kuzatishni davom eting.